Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun do'konimizdagi barcha mahsulotni, jamiki mahsulotni qisqacha obzorlari va narxlari, ma'lumotlar bilan tanishtirib chiqamiz. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rib turing. Videoda oxirida albatta bonuslar ham bo'ladi. Va bugun yana yangi mahsulotlar yetib kelyapti. Uni ham videolarini qo'yishga harakat qilamiz hurmatli kuzatuvchilar. Ichkaridan boshlaymiz bo'lmasa. Ichkariga kirib, birinchi albatta yuk tashuvchi mototsikllardan, motorollardan boshlaymiz. Hammani qiziqtiradigan savollardan. Eng kichkina modeldan boshlab to eng katta modelgacha, eng qimmat modelgacha hozir obzor qilib videolarini ko'rsatib boraman. Ungacha bitta yurechani bosib kommentariyaga oluvchi tashab qo'ysalaring yoki hozir motorollerlarni aytib, mototsikllarni aytib o'taman. Qaysi biri qiziqtirsa kommentariyaga yozib ketsalaring, alohida olib chiqib video qilib beraman. Endi boshlaydigan bo'lsak, birinchi motorollerimiz eng arzon motoroller. O'zbekiston bozorida ham eng arzon motoroller bo'lsa kerak shu modelimiz. Xunji tomonidan ishlab chiqarilgan 1 tonnali model, ko'rishlaring mumkin. Ko'pchilik buni 700 kilo, 800 kiloli modellar bilan adashtiradi, lekin bu 1 tonnalik model hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, 150 kubali original Xunji motor o'rnatilgan. Motorlari ham juda chiroyli joylarda, dinamikni ko'tarsalaring motorlari kelib chiqadi. Bu tarafda orqada bo'lsa bitta benzin bak. Chiqib tushishga juda qulay, yosh kattalar ham minsa bo'laveradigan motorol hisoblanadi. Bemalol chiqib tushaveradi va hamma ruchkalari qo'lda bo'ladi. Biri zatniy bo'lsa, biri panejniy peredachi. Bu tarafda tablolari, zamonaviy tablolar, benzin datchilarigacha o'rnatib qo'yilgan. Yonida ikkita kolonkasi va kolonkasining miyasi o'rnatilgan. LED faralar bilan jihozlangan bu motorollerimiz. Oldida mustahkam vilkalar va to'rlik balon, 12 ga to'rlik balonlar o'rnatilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin. 1 tonna yukni bemalol ko'tarib yuraveradi bu motorollerimiz. Panejniy peredachasi bilan bo'lsa, bemalol tevali hududlarga ham chiqib tushaveradi. Endi bu motorollerimizni qo'shimchalariga o'tadigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, balon ключ va ключ nabor albatta qo'shib beriladi. Va 1 tonnalikda hamma kutgan narsa, zapaska balon ham Xunji kompaniyasi ishlab chiqargan motorollerlarda qo'shilgan. Bu modelimizni ko'rishlaringiz mumkin. Zapaska balonlar o'rnatib qo'yilgan. Mana hurmatli kuzatuvchilar, zapaska balonlari bor. Bemalol bitta balon teshilsa, uni qo'yib yurib ketsalaring bo'laveradi. Narxiga keladigan bo'lsak, $1550 zavod narxida qilib beramiz hurmatli kuzatuvchilar. Sunnatiga yana albatta o'tib beradigan joylari bor. Bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqib 1 tonnali Xunji model salaring, albatta operatorlarimiz sizlarga yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tadi. Sovutish sistemasini aytmayapman. Sovutish sistemasi radiatorli bo'ladi. 1 tonna bo'lishiga qaramasdan radiatorli sovutish sistemi o'rnatilgan. Endi yana sal qimmatroq modelimizga o'tadigan bo'lsak, bu modelimiz 1,5 tonnagacha yukni olaveradi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin. Bortlarning razmeri 220 ga 130 lik bortlar o'rnatilgan. Bemalol 1,5 tonna yukingizni ichiga solganingizda ham xudo xolasa ancha joy oshib qoladi va toshib ketmaydi bu modelda. 250 kubalik original Xunji motor o'rnatib qo'yilgan. 250 kubalik. 250 kubalik motor o'zi 2 tonnadan yuqori bo'lgan motorollerlarga qo'yiladi. Xunji kompaniyasi bo'lsa 1,5 tonnali modeliga ham 250 kubalik объем dvigatel o'rnatilgan. Balonlari simlik 5 ga 12 razmerdagi balonlar o'rnatilgan. Orqasida mustahkam rasollar va balansirovkani ushlab turgani, albatta prujinalar o'rnatilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Spinkalarini qatirib beramiz albatta. Tablolariga keladigan bo'lsak, tablolari zamonaviy tablo. Benzinni ko'rsatib turadi va skorsiz sifronni yonadi. Alat ochilganda yonadi. Yurgan kilometrini ko'rishlaringiz mumkin hurmatli kuzatuvchilar. 1 kilometr yurgan xolos. Shunchaki yig'ilgan va do'konga olib kelingan. Oldida LED faralar, 50 lik vilka o'rnatilgan.
50 razmerdagi vilka. Mustahkam, juda qattiq vilka. Buni почти hamma zapchasi Honji kompaniyasining o'zi ishlab chiqaradi va original mahsulot hisoblanadi. Sovutish sistemasi воздушный, havoda soviydi. Ventilyatorlar qo'yib qo'yilgan. Karburator, yaponskiy karburatorlar o'rnatilgan va mustahkam kardanlar bilan jihozlangan bu modelimiz. Bu modelimizni narxiga keladigan bo'lsak, endi hozirda $2000 dan qilib beryapmiz. $2000 vodiy ichi dastavkasi bepul. Vodiy ichi dastavkasi bepul. Voha taraflariga bo'lsa kelishilgan holda 50 qilib beramiz. So'm pulga 24 million so'm bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilar. Buni ham pastdagi raqamlarga telefon qilib, Honji havoda soviydigan motorol desalarni, albatta buni ham hamma narsalarni tushuntirib, o'sha paytdagi kursga urib, narxini aytib va savdolashib olsalaring bo'laveradi, hurmatli kuzatuvchilar. Endi bu tarafda xuddi shu modelda samosavallik variant ko'rishlaring mumkin. Sizlar uchun akam doim xizmatda, hamma yo'qni yaltirlatib, klientga tayyor holatda qilib beryapti. Xudo xolasa hammasi yaltiragan holatda, balonlari ham juda go'zal holatda turibdi. Har doim shunaqa bo'lib turadi bizda. Ko'rishlaring mumkin, 200 kubalik Honji motor o'rnatilgan bunga ham. Oldida tablolari, zamonaviy tablo bunda ham ko'rishlaring mumkin. Yurgizish hammasida statorlik. Shuni aytmayapman, hammasida statorlik bo'ladi yurgizish. 50 razmerdagi vilkalar va buni sovutish sistemasi radiatorli hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, radiatorda soviydi. Bu tarafda bo'lsa antifriz bachogi. Buni rasxoti 3 litrdan 5 litrgacha yuki bilan bo'lishi mumkin. Bu samosavallik variant. Samosavalni elektronli bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar. Bir dona shu ruchka bilan tushirib chiqarsa bo'laveradi. Bir dona shunchaki bosasizlar, o'zi ko'taradi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'tarishini ham ko'ryapsizlar. Silindrini o'zi 3 pog'onali tizimdan iborat bo'lib, 3 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol ko'tara oladi. Hozir 2 pog'onasini chiqardik, 3-pog'onasiga orqasi tegib qoladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol bu silindr 3 tonnagacha bo'lgan yuklarini ko'tarib og'darib beraveradi. Elektronli silindr bo'ladi bu. Bu tarafda bo'lsa silindrda yoqilg'i baklari va eng muhim jihatlardan biri Honji'da ko'p modellarida почти hamma modelida jidkisli tormozlar ishlatilgan. Jidkisli tormozlar bo'lsa, tepalardan yuk olib tushayotganingizda ham albatta sizni to'xtatib beradi. Risollarini ko'ryapsizlar. Undan oldin yaxshi ko'rsataman. Risollari 4 tali risol o'rnatilgan. Juda mustahkam va prujina amortizatorini ko'ryapsizlar. Juda mustahkam amortizator o'rnatilgan. Bemalol tog'li hududlarda ham yursalaring bo'laveradi. Uzilib yoki sinib ketmaydi, xudo xolasa. Chunki buni hamma joyi original bo'ladi. Ramalariga ham bir e'tibor berib qo'yasizlar. Juda qalin ramalar o'rnatilgan va bort tagiga alohida bitta e'tibor berasizlar. Ramalar juda ko'p tashalgan va to'qib chiqilgan. Juda mustahkam bort bo'lgan. Boshqa modellarga qaraganda bortini tagi ancha mustahkam bo'ladi. Honji motorollerlarda ko'ryapsizlar. Zapaska balonlar albatta bor. Endi bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, $2350 dan qilib beramiz. Panejniy peredachalar o'rnatilgan, hattoki tepkilarigacha bor. Agar kimdir qiziqsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqib, Honji'da 2 tonnalik samosavallik varianti desalaring, albatta yana ham to'liqroq ma'lumot berishadi va narxini savdolashib olishingiz mumkin. Endi yana boshqa modellarga o'tadigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, yana Honji model ko'rishlaring mumkin. 250 kubalik, 2 tonnalik, 2 tonnagacha bo'lgan yukni oladi. Bortlari juda katta va Honji kompaniyasi ranglariga ham alohida e'tibor berib qo'yadi. Ko'rishlaring mumkin. Kraska ustidan yana bitta lak urilgan, shuning uchun yaltirab turadi. Va akamning xizmati ham kambas buni yaltirab turishida. Ko'ryapsizlar, 12 razmerdagi balonlar o'rnatilgan. 250 kubalik объем dvigatel
va 2 tonna yuk ko'tarish xususiyatiga ega. Oldilari ham juda boshqacha 64 lik vilkalar o'rnatilgan bu modelga. Katta vilkalar qo'yilgan. Sovutish sistemasi radiatorlik bo'lib, bu tomonda panejniy peredacha va tepkilar o'rnatilgan. Oldi tarafda mustahkam ikkitadan duvga qo'yilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishingiz mumkin. Tablolariga keladigan bo'lsak, tablolarni ko'ryapsizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Juda zamonaviy tablo. Benzin datchigi ko'p Motorola'larda bo'lmaydi. Odam o'zi qarab yuradi. Bu Motorola bo'lsa, benzin datchilarigacha o'rnatib qo'yilgan va ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafda gradusni ko'rsatib turadigan datchiklari ham qo'yilgan. Qancha haroratgacha qizib ketishini ham ko'rsatib turadi. Honda kompaniyasi juda aqlli Motorola ishlab chiqarishgan. Yonida ikkita kolonkasi. Albatta zerikib olmaysiz. Bir o'zingiz minasi, chunki buni zerikib olmasligi uchun ikkita kolonka o'rnatilgan. Buni ramalari qolganlariga qaraganda ham ancha baquvvatroq ramalar o'rnatilgan. Keyin aytgancha hammasiga yaponskiy karburatorlar o'rnatilgan. Hammasiga yaponskiy karburator o'rnatilgan. Juda baquvvat va uncha-munchaga buzilib, to'lib qolmaydi benzinning axlatlari bilan. Endi bu tarafda bo'lsa Zonlon kompaniyasida ishlab chiqarilgan Motorola'larimiz ko'rishlaringiz mumkin. Kabinali 5 samasval varianti. Hurmatli kuzatuvchilar, kabinalarning ichi obshipkalari ham juda chiroyli. Oldida ikkitadan duvga o'rnatilgan bunda ham va kolonkalar o'rnatib qo'yilgan. Bunda ham tablolar juda chiroyli tablolar o'rnatilgan, gradusni ko'rsatadi va yoqilg'ini ham ko'rsatib turadi. Akkumulyatorda quvvatini ham ko'rsatadi. Bu Motorola Zonlonda o'zi minganlar biladi, qishda ham minsa bo'ladi. Minsa bo'lishining sababi chunki yo'llariga spirallar o'rnatilgan. Bemalol qishda ham minib yursangiz bo'laveradi. Ancha issiq qilib turadi rolini. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafda bo'lsa roldagi hamma narsalar dvornik, elektronik. 2 kubalik original dvigatel va 1.5 tonnagacha yukni ko'taradigan orqa bortlar. 220 ga 1.40 lik bort o'rnatilgan. Endi buni yana bir odamlarga yoqadigan taraflaridan biri balonida bo'ladi. Balonni ko'rib turibsizlar. Ko'pchilik o'zi bildi tezda. Damas balon bemalol tushaveradi. Bittada plotnik tushadi Damas balonlar. Endi yana bitta jihati bor. Hozir boshqa Motorola'larda ko'rsataman. Zonlonda yana bitta ko'pchilik yoqadigan jihatlaridan biri oldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ikkitalik vilka o'rnatilgan. Ikkalasida ham prujina va amortizatorlik. Orqasida to'liq yuk bo'lib, orqasida yuk ko'payib ketgan payti ham sakraganda uncha-munchaga oldi ko'tarilib ketmaydi va odamni ichida qaltiratib qo'ymaydi. Bemalol yamali zonada ham minsa bo'ladigan Motorola hisoblanadi. Vilkalari baquvvat. Ikkalasi ham amortizator vazifasini bajaradi. Sovutish sistemasi radiatorli hisoblanadi. Yonida ko'ryapsizlar, ikkitadan katta bokovoylar o'rnatilgan va antifriz bachogi. Buni ham tepkida yurgizsa bo'ladi. Panejniy peredachalar o'rnatilgan. Zonlon Motorola'larda zapaska balon bo'lmaydi, hurmatli kuzatuvchilar. Bunimizni narxini aytmoqmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $2550. Hozirgi kursga 30 million 600 ming so'm bo'ladi. Vodiy ichi dastavkasi bepul albatta. Voha tarafga kelishilgan holda. Pastdagi raqamga aloqaga chiqib, Zonlonda samasvalsiz kabinali variantni desalaring, albatta voha tarafdan yoki boshqa joydan bo'lsalaring, aloqalashib turib xarid qilib olishingiz mumkin va sizga biz yetkazib bera olamiz. Bu tarafda bo'lsa Zonlon kompaniyasi ishlab chiqarilgan samasvallik varianti. Kabinali va samasvalli bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilar. Samasvalini o'zi 3 tonnagacha yuk ko'tarishga moslashtirilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Ichki holatlari narigi bilan pashti bir xil, lekin samasvallik variant bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilar. Bu tarafda samasvalni baki samasvali kardan bilan ko'tariladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Kardan bilan.
agar bu modelimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqib, call center operatorlarimizga zo'mnon kabinalik samosyol variantlarining qilib berishadi. Narxlari $2600, 31 200 so'm. U bilan razницasi juda kam. Endi mana kabinasiz, lekin samosyollik variantga keladigan bo'lsak, bu ham Zonlon kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan motoroller. Oldi vilkalari to'liq ko'ringan holatda ko'rishlaringiz mumkin. Juda baquvvat ramada tushgan va ikkitalik vilka bo'lib ketgan. Bittasi haqiqiy vilka vazifasini bajarsa, bittasi amortizator vazifasini bajaradi. Ikkalasi ham prujina turishining sababi, ikkalasi ham ezilgan payt otib yubormasligi uchun, sakrab ketmasligi uchun oldi qismlari bo'ladi. 200 kubalik original motor bilan jihozlangan bu model sovutish sistemasi radiatorli hisoblanadi. Bu tarafda antifriz bachok va tablolarni ko'rib turibsizlar. Juda chiroyli. Yoqilg'i baki 23 litrlik yoqilg'i bak o'rnatilgan. Bu rasxoti yuki bilan 5-6 litrgacha chiqishi mumkin. Bu tarafda bo'lsa silindrlari, kuzatuvchilar ko'rishlaringiz mumkin. Silindri juda baquvvat silindrlarda o'rnatilgan. Bu tarafda bo'lsa orqasida amortizatorlar ham o'rnatilgan. Zonlon kompaniyasining orqasida juda mustahkam amortizatorlar o'rnatib qo'yilgan. Bu modelimizga qiziqadigan bo'lsalaring, kabinasi samosyolsiz variant deb yoqsalaring, albatta buni ham qilib berishadi. Narxlari $2550 dan hozirgi kursda 30.600.000 so'm bo'ladi. Bu variantimiz ham. Xohlasalaring keyinchalik o'zlaring uchun kabina qo'yib olsalaring ham bo'ladi. Sovuq kunlar kelganda albatta. Endi yana Honji 250 kubalik motorollerimiz. 64 lik vilkalar, juda baquvvat va qattiq metal ishlatilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, 12 ga 5 lik balon, simlik, uncha-munchaga teshilmaydigan balon o'rnatilgan. Motorlar ham juda ideal holatda turibdi. Sovutish sistemasi radiatorlik, antifrizlik bo'ladi. Antifriz bachogi va bu tarafda tablosi. Bundan qizilini ko'rsatdim, samosyolsiz variantini ko'rsatdim faqat. Bu bo'lsa samosyollik varianti. Hurmatli kuzatuvchilar, samosyolini o'zi bu ham 3 tonnadan yuqoriroq yuk ko'tara oladi. Zapaska balonlar o'rnatilgan va bunda ham orqada qo'shimcha amortizatorlari bor. Bu tarafda bo'lsa silindrini zapravka qiladigan joylari, yog'i va elektronlik tizimlari mana shu joyda bo'ladi. Buni ham samosyoli faqatgina birgina tugma bilan tushirib chiqariladi. Uchta pog'onalik samosyol sistema o'rnatilgan. Endi buni risollariga keladigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, 5 talik risol o'rnatilgan. Bemalol ko'rib sanab olishlaringiz mumkin va tevada yana qo'shimcha bitta risol o'rnatilgan. Va prujinani qalinligini ko'ryapsizlarmi? Juda mustahkam prujina o'rnatib qo'yilgan. Orqadagi ramalari ham juda baquvvat. Risolni bir ramaga o'tkazishgan, ko'rishlaringiz mumkin. Juda baquvvat bo'lib ketadi va silindrni ham ramadan o'tkazib qo'yishgan. Bu baquvvatligidan dalolat beradigan bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, orqalari ham juda chiroyli, ranglari ham juda chiroyli, neobычный bo'ladi. Siz olsangiz, sizda bitta bunaqa rang bo'ladi, xolos. Ko'pchiligingizning ko'ziga tashlanadigan ranglardan biri. Endi bu tarafda 1,5 tonnalik samosyollik variantimiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin. 50 razmerdagi vilkalar o'rnatilgan, 12 ga 5 lik balon va 200 kubalik original Honji motor. Sovutish sistemasi radiatorlik, antifriz bachoklari bu tarafda joylashgan. Tablolari zamonaviy tablo. Bu tarafda bo'lsa texnikani tushirib chiqaradigan joylar. Hozir buni ham bir ko'rsatib ko'tarib ko'rsatib beraman ichki qismlarini albatta. Hurmatli kuzatuvchilar, ungacha pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol o'zingizni qiziqtirgan modelni so'rab olishingiz mumkin. Yoki albatta
do'konimizga tashrif buyurishlaring mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, do'konimizning manzilini ham aytib o'taman. Kuzatuvchilar ko'ryapsizlar. 3 ta pog'onalik juda baland ko'tariladi. Bu orqa qismlarini ham hozir ko'rsataman. Mana juda baland ko'tarilgan va silindri 3 tonnaga yuk ko'tarishga moslashtirilgan bo'ladi. Zapaska balonlar o'rnatib qo'yilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, orqa moslari ham juda baquvvatidan o'rnatilgan bu modelda. Ramalarni ko'ryapsizlar. Pashti ikkita barmog'imni bitta qilsam ham rama oshib qolyapti. Baquvvat ramalar va balonlarda ham baquvvatlari. Buni hadavoylari juda yumshoq va uncha-munchaga buzilmaydigan hadavoylardan bo'ladi. Silindrini zapravka qiladigan va elektrodski to'g'rilaydigan joylari u tarafda va silindrini akkumulyator bilan ham ko'tarsa bo'ladi. Motorolni yurgizib olib, dinamo yordamida ham ko'tarsa bo'ladi. Lekin bu kardanga ulanmagan. Albatta faqat elektronlik ko'tariladi bu model. Endi bu tarafda qimmatroq varianti Zonlon kompaniyasi ishlab chiqarilgan kabinali va zamonaviy silindrli variantiga keladigan bo'lsak, ichki qismlarini ko'rishlaring mumkin. 200 kubalik dvigatel o'rnatilgan. Bu tarafda kolonkalari, rollarda spirallari bor. Rollari isiydigan variantidan. Bortlarning razmeri 220 ga 140 lik. 12 razmerdagi Damas balonlar ham bemalol tushadigan modellardan biri bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. 2 talik bo'lgan vilkalar. Kuzatuvchilar, ham prujinalik, ham vilka. Bu tarafda bo'lsa silindrini ritchaklari o'rnatib qo'yilgan. Bittasi parallel peredacha, bittasi silindrini ritchaklari. Ko'rishlaring mumkin. Buni narxi $3000, 36 million so'mdan vodiycha bepul dastavka qilib beramiz. Bu tarafda Honji modellarimiz yana 2 tonnagacha bo'lgan yukni ko'taradigan varianti. Ko'rishlaring mumkin. 64 lik vilkalar va 3 pog'onali silindr. Oldin birinchi aytib o'tganlarimdan qizil variantini ko'rdik. 250 kubalik motor. Xuddi o'shani silindrli varianti bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilar. Silindrli varianti 3 pog'onalik. 3 tonnadan yuqoriroq bo'lgan yukni ko'taraveradi. Silindrining o'zi narxiga keladigan bo'lsak, 33 million so'm. Hozirgi kursga hisoblaganda 33 million so'm bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olib, savdolashib, narxini tushirib yoki dastavkalaringni kelishib olsalaring bo'laveradi. Agar kimga mototsikllar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va mototsikllarni ham hammasini birma-bir obzor qilib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, endi manzilimizni tushuntiradigan bo'lsak, hozir manzildan keyin albatta sizlarga bitta bonus bor. Manzilimiz bu taraf Polvon Shashlik chorrahasidan kelish Hammabop choyxonasining oldida, bu taraf har taraf chorrahasiga chiqib ketish. Hammabop choyxonasining oldida do'konimiz joylashgan. Kesalaring albatta ko'chada motorollerlar terilib turibdi. Bemalol tanlab ko'rib olib ketishingiz mumkin. Agar sizga mototsikllar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyani portlatib mototsikllar deb yozib qoldirsalaring, keyingi safarga mototsikllarni qilib ko'rsatamiz. Endi bonuslarimizga keladigan bo'lsak, bonuslardan biri, agar kimdir bu motorolni yoki 250 kubalik motorolni oladigan bo'lsa, bitta skuter qo'shib beriladi. Ikkalasidan bittasiga bitta skuter qo'shib beriladi. Faqat bitta odamga. Tezroq ulgurib qolinglar. Yaxshi skuterlarimiz bor. Xohlagan skuterlaringni tanlab olib ketsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.